Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutolaa haqida fikr bildirib, hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizning yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi, deb ta'kidlaganidek, yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi tadbirlari muhtaram prezidentimiz fikrlarining yaqqol dalilidir. Yoshlarga kitobxonlikni keng targ'ib qilish, axborot kutubxona xizmatini rivojlantirish maqsadida Mirobod tuman axborot kutubxona markazi ham tuman markazidan uzoqlikda joylashgan 8, 9, 10, 11, 13, 24 kabilar, shuningdek 3, 4, 5, 75, 33, 34, 67 va 40 umumta'lim maktablarida kitobxonlik tadbirlari reja asosida tashkil etilib, bayramona tarzda o'tkazildi. Kitobxonlik haftaligi doirasida Muhammad Yusufning Saylanma kitobi taqdimoti, o'zbek va jahon ertaklaridan sahnaviy ko'rinishlar, Toping kimning asari mavzusida intellektual zakovat o'yinlari, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludiga mening sevimli shoirim, Birnazar Davronovning matematikadan misol va masalalar yechish to'plami kitob taqdimoti, Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi Mahmud Xo'ja Behudining Padarkush asari, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar kitob taqdimoti, Abdulla Qodiriyning So'nggi sud jarayoni, jahon adabiyotining durdonalaridan Paulo Coelhoning Al-Kimyogar kitob taqdimoti, yoshlarimizning qalbiga milliy g'urur va iftixorni singdirish maqsadida Amir Temur tavalludiga biz sohibqiron Amir Temur avlodimiz mavzusida adabiy badiiy kechalar o'tkazildi. Dunyoni faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Ilmni chuqur egallashning yagona yo'li esa faqat va kitob o'qishdir. Qiyosi yo'q uning mehribon daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Unda bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun, qizim parilardan chehrasi gulgun, qoshlari qalam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on, bir yelkada ketmon, birida iymon, barchaga barobar oftob simon.